Assalomu alaykum hurmatli YouTube ahli. Assalomu alaykum. Buyog'imiz Dena Uchayanchi kanalining obunachilari. Bugun 5-aprel 2025-yil. Mana shu hozir yerimiz qolgandi. Mana shu yerga ham kalimba nollik kartoshka ekdik. Xo'sh. Bunga hozirgi holati ochiq dalada bo'layapti. Ko'zni quvontirayotgan holatlari juda yaxshi. Xo'sh, suv qo'ydik kecha. Bunga bor yo'g'i 2 marta buyog'imiz 1 sotiga 2 kilo azot, 2 kilo fosfor, 2 kilo kaliy berdik. 2 marta. Mana shu bugungi holatigacha mana yaxshi. Xo'sh, bugun bu yil endi hosildorning natijasini ko'ramiz. Qanday bo'lar ekan? Shunga qarab turib yana keyingi videolarda qilamiz. Bariklari, holatlari juda bir chiroyli, ko'zni quvnatadigan. Mana bu yoqqa qulpni qo'yamiz. Like bosish va obuna bo'lishni unutmangizlar. Boshqalarga ham tarqalsin. Bizni foydali fikr va maslahatlarni boshqalarga ham yetib borsin. Biz xursand bo'lardik. Fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, qoldiring, javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.